Buxoroda ham mas'ullar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori talablaridan kelib chiqib, belgilangan tizim asosida ishlar tashkil qilinayapti. Hozir shu haqda Hududlarda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kunidagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyat qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, kuni kecha shahrimizdagi mahallalarda aholi o'rtasida profilaktik targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Uchrashuvlar davomida fuqarolarga qo'riqlash xizmatining afzalliklari, obyekt va xonadonlarda o'rnatilgan signalizatsiya vositalari, tashvish tugmalari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ushbu vositalarning ishlash tizimi amaliy ko'rsatilib, foydalanish tartiblari tushuntirildi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda qo'llanilayotgan bu kabi texnik vositalar albatta hudud xavfsizligi va fuqarolar xotirjamligini ta'minlashga xizmat qiladi. Targ'ibotlar natijasida o'z xonadoni va savdo do'konini qo'riqlovga topshirish istagini bildirgan fuqarolar bilan shartnomalar qilinib, ishonchli himoyaga olindi. Shuningdek, ko'p qavatli uylarning kirish qismida tashvish tugmalari o'rnatilib, hududda istiqomat qiluvchi aholi vakillarining jamoat tartibini buzish bilan bog'liq yoki har qanday huquqbuzarlik holatlari sodir etilganda xizmatdan foydalanish ko'nikmalari shakllantirildi. Xavfsiz hudud va mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli profilaktik targ'ibot tadbirlari viloyatda davom ettirilmoqda.